Tez orada siz Rossiyaga qo'llayotgan sanksiyalarni bekor qilishga majbur bo'lasiz. Xitoyning AQShdagi elchisi Qo'shma Shtatlar yaqinda Xitoyni sanksiyalar bilan tahdid qildi. Shundan so'ng Xitoyning AQShdagi elchisi Tin Gan Rossiyaga qarshi qo'ygan cheklovlar nimaga olib kelishini eslatdi. Sizning barcha sanksiyalaringiz teskari ta'sir ko'rsatdi. Rossiya iqtisodiyoti faqat kuchliroq, samaraliroq bo'ldi. Rossiya milliy valyutasi dunyodagi eng samarali bo'ldi. Natijada faqat sizniki iqtisodni yo'qotdi. Rossiyaga zarar yetkazish uchun esa siz sanksiyalarni bekor qilishga majbur bo'lasiz. Lekin juda kech bo'ladi, dedi elchi. Qarang. Mana aziz yurtdoshlar, mana ochganmisiz? Aziz yurtdoshlar, ichidan mana shunaqa qurt chiqdi, marojnining ichidan. Ishonmasalaringiz, mana yangi marojnining ichini ochib ko'rsataman. Hozir ichini ochib chiqlaymiz. Shu marojni chaqirib kelishing kerak edi, Lupa. Mana ko'rinayotgan narsa. Mana bu qurtlar. Hozir e'tibor bilan kuzatib turingizlar. Mana. Aka, kichkina. Mana maydagina narsa qurt. Hozir bu kattasi ham chiqadi. Yaxshilab e'tibor berib turinglar. Mana bu marojdan chiqqan qurtlar. Boshqa narsani ustida-da. Qaylaylar muhim? Qani. Mana yo'q, rangimi? Siz shoshilmay turing, o'zi chiqarib beraman men sizga. Birinchisidan chiqdimi, ikkinchisidan ham aniq chiqadi. Hammasidan deyarli. Kameraga olyapsan? Videoda. Mana ko'rdilaringizmi? Mana. Xo'p, aniq ko'rsating, kameraga ko'rinmayapti. Yuzda yaxshi. Mana. Hozir shoshmay turinglar. Nechtasini yeydilar? Hammamiz bitta yetib yedik, yeyolmay qoldik-da keyin. Yeyolmadik. Mana mazasi qochib qoldi. Kim bildirmoqchi chiqqan? Bu oxir biz endi boshladik. Mana tishlagan joydan pastdan chiqqan. Iltimos. Mana yerib ketgan joydan chiqdi. Tishlagan demang. Qolgan joyingga borib qurtlab ketgan ekan. Qotmang buni debki. Sotaveradi Mana iltimos gruppaga tashlab olinglar. Boya ikkita maydasidan chiqdi, lekin mana qarang. Bu maydalar chiqdi bunning ichidan. Bunisi lekin kattalar chiqdi. Boya tashlab olgan marojningni ko'rsatdi, Lupa. Ha, o tashlab ketdi. Men pastga, musorga. To'lindirasi vaqt. Lekin manadan ikkita chiqdi.